Bugun bir bolalikni eslaymizmi? Buvijonlarimiz tayyorlaydigan, pechda pishadigan pirojki yoki rastigaylarni tayyorlashni o'rganamiz. Idishimizga illiqdan sal issiqroq suv, bir dona tuxum, shakar, tuz va o'simlik yog'i, ketidan dro'jja solib, yaxshilab vinchik orqali aralashtiramiz. Oliy-navli turon unlaridan ishlatamiz. Oz-ozdan solib, qo'limiz bilan yaxshilab yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirning oxirgi qorish jarayonida stolga qo'yib ishlov beramiz va idishimizni yog'lab 1 soat oshirishga olib qo'yamiz. Masalliqlar anagrammlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun bizga kerakli mahsulotlar, ya'ni pishirilgan kartoshka, qovurilgan piyoz, ko'katlar, birozgina sariyog' va hammasini ezib pyure holatiga keltiramiz. Ungacha xamirimiz ham do'mboqqina bo'lib oshib chiqadi. Oshib chiqqan xamirlarni kichkinagina zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Menda ro'pparasi 35 dona zuvolachalar chiqdi. So'ng zuvolachalarimizni ustiga paket yopib 15 minut dam beramiz. Tugish jarayoniga o'tamiz. Stolga nomigina yog' surib, xamirimiz qo'limiz yordamida yoyib chiqamiz va ichiga nachinka solamiz. Tugilishini xohishingizga ko'ra dumaloq, har xil turda tugib olishingiz mumkin. Oxirgi jarayonga o'tamiz. Ustiga tuxum sarig'ini suramiz. Xohishingizga ko'ra kunjut sedanalardan sepib, qizib turgan pechda 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham yumshoqqina mazali bo'lgan rastigaylar tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Achchiqqina. Video retsept yoqqan bo'lsa, yurakchalaringizni kutib qolaman. Yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Albatta kommentariyada fikringizni kutaman.